Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar 6-mikrorayon oldidagi 3 qavatli g'ishtli uyning 2-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirish qismi uyimiz fayzli xonadon bo'lib, hali hech kim yashamagan, to'liq mo'yshaboy qilingan, oyoqdagida gilamlar to'shalgan, laminat qilingan hamda patologimiz nachirni patolog ham qilingan, chiroyli xondalar ilingan. Eshiklarimiz zakazdan MDF eshiklar. Birinchi xonamiz. Birinchi xonamiz, bu yerni siz mehmonxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Pardalari ilingan, gilamlari to'shalgan hamda podsvetka hamda xandalar ham qo'yilgan. Bu yerda siz yoki mягкий zona yoki stol qo'yishingiz ham mumkin. Endilikda ikkinchi xonamizni ko'rib o'tamiz. Ikkinchi xonamiz, bu yerni siz yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Nafis aboylar tanlangan. Uyimizda barcha jihozlar bir-biriga kombinatsiya qilingan, pardalar ham ilingan. Bu yerda siz faqatgina mebelingizni keltirasiz xolos. Barcha uchun eng asosiysi bo'lgan oshxonamiz. Oshxonamiz kenggina, kattagina bo'lib, oshxonamiz to'liq oshxona mebellar bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, kir yuvish mashinasi, muzlatgich, rakvina barchasi ham mavjud. Undan tashqari bu yerda dvухkonturni isitish tizimi ham bor. Eng asosiysi uyimiz ikki tomonlama proyektga ega. Bu yerda siz stol qo'yishingiz ham mumkin. Sanuzuq xonamiz ham alohida. Yuvinish xonasi to'liq kafel qilingan, vanna, rakvina mavjud, yaxshi smisitsalardan qo'yilgan. Hojatxonamiz to'liq kafel qilingan, unitaz, rakvina hamda ariston barchasi qo'yilgan. Endilikda esa to'liq ma'lumotni aytib o'taman. Ushbu uyimiz Buxoro shahar 6-mikrorayon oldidagi 3 qavatli g'ishtli uyning 2-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 65 kvadrat metr tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda.